Darhaqiqat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Fransiyaning eng oliy mukofoti Faxriy Legion ordeni bilan taqdirlanishi mamlakatimiz rahbarining xalqaro maydondagi tashabbuslari va keng qamrovli sa'y-harakatlarining yuksak e'tirofidir. Prezidentimizning davlat tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlar, O'zbekiston va Fransiya o'rtasida o'rnatilgan strategik sheriklik munosabatlari esa ikki mamlakat hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilganligini yaqqol namoyon etmoqda. Tashrif doirasidagi muzokaralar natijalari hamda imzolangan bitimlar yuzasidan keng jamoatchilik fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Har qanday strategik hamkorlikning imzolanish jarayonlari bunga yillar kerak. Strategik hamkorlikning imzolanishi kelgusidagi bo'lgan ishonch, kelgusidagi bo'lgan hamkorligimizga bir avans. Davlat rahbarining Fransiya davlati tomonidan iftixor darajasida, hurmat darajasida Faxriy Legion ordenining berilishi. Fransiyada bu yuqori baho beriladigan mukofotlardan biri hisoblanadi. Bu agar tarixni nazar tashlaydigan bo'lsak, juda bir nufuzli insonlarga, tarixda o'zini izini qoldirgan insonlarga berib kelingan. 1802-yilda Napoleon tarafidan bu ta'sis etilgan unvonlardan, mukofotlardan biridir. Nima uchun aynan bizning davlatimiz rahbariga berilganligi bu harbiy yurishlarda emas, xalqini hozirgi kunda jasorat bilan, mardonavor, mardlik bilan uzoq o'ylangan strategik siyosat yo'lida tinch, totuv hayot bilan olg'a olib borayotgan rahbarga berilayotgan unvon deb bilaman.